Assalomu alaykum. YouTube kanalida meni kuzatayotganlar, bugun Yevropa vizasida atkazlar va boshqa savollarga javob berib o'taman va tavsiyalar beraman. Bu sizga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Quyidagi savollarga bugun javob beraman. Tak. Yevropa vizasida odamlar nega atkaz olishadi? Qachon boshlash kerak harakatni viza olishda? Qaysi davlatdan topshirgan ma'qul? Bozorda narxlar qanday va tavsiyalar? Demak, tavsiyalar berib o'taman, sizga manfaatli bo'ladi, faqat videoni oxirigacha kuzating. Tak. Yevropa vizasida odamlar nega atkaz olishadi? Demak, birinchi sababi ular hujjatlarni qalbakilashtirish, bankka qo'yilgan pullar asosiy sabab bo'ladi. Ko'plab odamlar ish joyi muallaq joy bo'lmaganligi uchun va qanaqadir joylardan hujjatlar qilishadi va bu ularni atkaz olishlariga sabab bo'ladi. Ya'ni ular bilib qolish mumkin, hattoki sizga 5 yilga band ham berib yuborishlari mumkin. Demak, ikkinchisi, bank hisob raqamingizda pul bor va uni siz bir kun ichida yechib oldingiz. Ayrim holatlarda to'g'ri, ular bilmasligi mumkin, ammo ularda ham sistema mavjud va Yevropaning barcha davlatlari sistemasi bitta. Ular sizning pulingiz yo'qligini bilib qolishi, sizga atkaz berishadi. Aytaylik, hamma hujjatingiz to'g'ri, hech qanday xatosi yo'q. Lekin shunchaki konsul sizning o'sha davlatdan qaytib kelishingizga ishonmadimi, ular haqli sizga rad javobini berishga. Demak, keyingi savol, qachon boshlash kerak harakatni? Siz o'zi avvalambor qachon siz sayohat qilmoqchisiz? Endi birinchi o'rinda o'sha narsani bilishingiz kerak va qaysi davlatga sayohat qilishingiz. Davlatingizga qarab o'sha davlatning elchixonasida navbatlar, ya'ni afsuski ayrim misol uchun Germaniya yoki Ispaniya davlatlarida hozirda vizani bermaslik 30 kundan 45 kungacha davom etmoqda. Bu narsani olasiz, ya'ni 45 kun vaqt va siz очередь olishingizga yana bir 15 kun o'rtacha vaqt kerak bo'ladigan bo'lsa, deyarli 2 oy oldin siz harakat qilishingiz kerak bo'ladi va ayrim holatlarda bu holatda ya'ni tezroq ham bo'lib qolishi mumkin. Bu keyingi savolimizga tegishli bo'ladi. Qaysi davlatdan topshirgan ma'qul? O'zbekistonda ayrim viza beruvchi davlat elchixonalari, o'sha konsulliklari mavjud. Bunga Vengriya davlati, Chexiya davlati va Latviya davlatlari bular top davlatlar hisoblanadi, ya'ni vizani juda tez chiqarishadi. Odatda ular rasmiy tarzda 14 kun deb aytadi, lekin 10 kun, 12 kun holatlarda ham tez, hattoki bir hafta ichida ham siz vizangizni tez olishingiz mumkin. Ammo agar ular xohlasa, sizning ya'ni tekshirish amalga oshirmoqchi va ular bunga ko'proq talab etadi. Ularning haqqi bor, sizning hujjatlaringizni yana 14 kun ichida emas, ya'ni 1 oy yoki undan ko'proq vaqt sarflashlari mumkin. Bu konsullarning huquqi hisoblanadi. Tak. Tavsiyam hozirgi kunda Vengriya davlati orqali topshirish manfaatli bo'ladi, faqat farqi ularda suhbat bo'ladi. Suhbatga juda ham kuchli tayyorgarlik ko'rish kerak. Tak, bozorda narxlar qanaqa? Demak, bozorda Schengen vizalarini qilish uchun hattoki men viza konsulskiy narxiga qo'shilmagan holatda aytaman. Konsulskiy narx 90 yevro barcha Yevropa vizalari uchun va har bir davlat ayrim viza ofislari bilan shartnoma qilgan, ya'ni BFS Global yoki TLS Contact yoki BLS International kabi viza hujjatlarini qabul qilib oluvchi agentliklar mavjud. Ularning xizmatlari alohida har xil bo'ladi va summalar o'zgarib turishlari mumkin. Tak, uncha qimmat bo'lmaydi ularda. Demak, bozorda narxlar, ya'ni viza xizmatlari uchun narxlar haqiqiy mutaxassisdan qanday bo'ladi? Men bilganlari ichida $300 dan $600 bo'lgani eng haqiqiy narxlardir. To'g'ri, tanish bilish orqali uni narxlarini tushirayotganlar ham bor. Bu tanish bilishlik darajasi yoki ularning munosabatlariga bog'liq bo'lishi mumkin. U haqida ko'p gaplashmaymiz, lekin tajribasi borlar sizga $600-500 aytayotdimi, ularga ushbu summani berishingizni tavsiya etaman. Sababi ularning tajribasi yillar davomida yig'ilgan va ular sizdan ushbu yillar va umr uchun xizmat narxini olishyapti. Ularning tajribasiga albatta tayaning.
Demak, tavsiyalarim oxirgi va manfaatli bo'ladigan. Siz viza olishda ko'proq muddatga viza olmoqchisiz, lekin ayrim holatlarda 10 kun, 15 kun yoki undan kam bo'lgan, hattoki 4 kunlik vizalarni ham ko'rganmiz Schengenda, yoki multi qilmoqchisiz. Multi viza olishda nima qilish kerak? Birinchi navbatda o'sha bormoqchi bo'lgan maqsadingizga yetarli darajada mehmonxonaga bron belgilashingiz kerak. Agar sizga 1 oylik kerakmi, 1 oyga tavsiya etaman, bron qilish kerak. Lekin bitta life hack aytib o'taman. Ya'ni sizning sug'urta har bitta davlat, Yevropa davlati uchun sug'urtalash kerak. Sug'urtalashda Gross kompaniyasidan foydalanishingizni va sug'urtani 1 oyga emas, ya'ni 1 yil muddatga sug'urta qilishingizni tavsiya etaman, chunki elchixona uchun bu juda ham qaysidir ma'noda qaraladi va ko'plab holatlarda multi viza olish uchun juda ko'p yordam beradi. Asosiy tavsiyalarim edi. Va qo'shimcha tavsiya etib o'taman, ishonchli va tajribasi bor kompaniyalarga murojaat eting. Yangi chiqqan kompaniyalarga murojaat etishingiz sizning vizangiz отказ bo'lishiga sabab bo'lishi ham mumkin.